Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Biz Medcast loyihamizni boshlamoqdamiz va bizda birinchi mehmonimiz Samarqand davlat tibbiyot universiteti yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Tangirov Eldor Sayfullayevich. Ustoz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Alaykum assalom. Ustoz, shu savol bilan boshlamoqchimizki, ya'ni bu savol baribir sizni bilgan, tanigan har bir talaba va yoshlar uchun qiziq bo'lsa kerak. Sizni bilamiz, bu darajaga yetib kelishingiz oson bo'lmagan. Shu haqida ozroq gapirib bersangiz, baribir hammaga yaxshi bo'lsa kerak. Avvalo rahmat. Hurmatli yoshlar. Mana shunday loyiha qilib, Medcast yangi loyiha. Ko'p loyihalar ko'rganmiz, intervyular ko'rganmiz. Tibbiyot sohasiga yo'naltirilgan, tibbiyot sohasini talabalariga, yoshlarga bir manfaatli bir loyiha bo'ladi degan umiddamiz. Avvalo taklif qilib chaqirganinglar uchun rahmat. To'g'ri, bu darajaga kelishga oson bo'lmagan. Oson bo'lmagani qanaqa? Toshkent shahrida masalan oliy ta'limga kirib kelishim, men oliy ta'lim muassasasini 2015-yilda magistraturani tamomlagan bo'lsam, Toshkentda ish faoliyatini boshlaganman. Ham tibbiyot sohasiga oid oliy ta'lim muassasasi edi. Oddiy uslubchi lavozimidan boshlaganman. Juda qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lganligi qanaqa? Mehnatdan emas. Baribir moddiyatga borib taqalgan. Oylik maosh juda kam edi. Men yangi oila qurganman. Oylik maoshimiz, men endi ijarada turardim, Toshkent shahrida uyimiz yo'q. Ijarada turardim, hatto o'sha ijara pulimga ham yetmagan. Ayolim ham ishlardi. Va birgalikda shu ro'zg'or, yosh oilamiz, ro'zg'or tebratishimiz kerak baribir. Yosh bolamiz bor. Shunda qiyin bo'lgan. Shunaqa holat bo'lganki, balki ta'lim emasdir meni soham. Bunaqa oylik bilan men qachon ko'karaman? Qachon? Men o'zimga uy olaman. Orzular bo'ladi. Har bitta yashab turgan mavjud, nima deydi, insoniyatda orzu, istak, havas bo'ladi. Men qachon erishaman shunaqa natijalarga degan paytlarim ham bo'lgan. Lekin ustozlarning o'gitlari, ota-onani duosi, ota-onamizni maslahati bilan sabr qilishni o'rgandik. Mayli qiyinchilik bo'ldi. Shu paytda uydagilar yordam berdi. Yana bir marta aytibman, meni oylik maoshim 2015-yildagi oylik maoshim meni ijara pulimga yetmasdi. Shunaqa holatlar bo'lgan, qo'shimcha daromad qilish maqsadida. Endi buni yashiradigan joyi yo'q. Men ayolim bilan hatto o'sha qo'shni ijara atrofimizdagi do'konlarga lag'mon tarqatganmiz. Ya'ni uyda lag'mon tayyorlab, lag'mon tarqatganmiz. Buni halol mehnat. Ishdan kelaman, qo'shimcha daromad, shu ish bilan shug'ullanganmiz. Keyin talabalarga, yoshlarga tengdoshlarimiz men talaba magistrlik payti uylanganman. O'sha paytda talabalarimizga, kursdoshlarimizga diplom ishlariga yordam berardik, yozishga. Yoki bo'lmasam hozirgi mustaqil ish, referat, shularga qo'lda yozishga, shunaqa fanlarimiz bo'lardi endi. Shunaqa davrda o'qiganmiz. 12 varaqlik daftarni bitta fandan baho olish uchun 12 varaqli daftarni yozib bahogan paytlarimiz bo'lgan. Endi darsga kelmagan, har xil vaziyatlar bo'lib darsga kelmagan kursdoshlarimizni daftarlarini ochiq pulga yozib bergan paytlarimiz ham bo'ldi. Aytmoqchizki, har bir mehnatning tagida albatta rag'bati bo'ladi. Albatta. Mehnat, shu mehnatning tagi rohat deb bekorga aytmagan. Mehnat va sabrlilik meni shu darajaga olib keldi deb o'ylayman. Hatto shunaqa payt bo'lgan. Ishlab oilaga vaqt kam ajratib ko'proq ishda qolish, ishda nima deydi, o'sha ko'proq ishlasak, o'zimizni tezroq ko'rsatsak, yosh bo'lsa, payt yosh edik. Baribir
yana bir marta aytyapman. Mehnat, mehnat, mehnat. Shu darajaga yetishimizga sabab bo'lgan narsalardan bittasi tinimsiz mehnat va sabrlilik darajaga olib keldi. So'z navbatdagi savolimiz, bilamiz, muvaffaqiyatga erishgan odamni hayotida 3 ta narsa bo'ladi albatta. Birinchi o'rinda uni muvaffaqiyati, ikkinchi o'rinda uni muvaffaqiyatsizligi albatta, o'rtada albatta qiyinchilik, sinovlar bo'ladi. Shular haqida ozroq to'xtalib gapirib bersangiz. Sinovlar ham bo'lgan. Hayotingizda uchragan eng katta sinov nima deb o'ylagansiz va o'shandan o'tish qanday bo'lgan? Men yana bir marta aytib, eng katta sinovlarimdan bittasi shu. Poytaxtda men qola olamanmi ishlab? Yo o'zim tug'ilib o'sgan joyga borib maktabda dars bersammi? Shunaqa bir tanlash yo'llari bo'lib qolganda, tanlash yo'li balki bu ham bir muvaffaqiyatga erishishda bir yo'nalishidir. Bir nima deydi, bir o'sha ikkita yo'l. Yo qishlog'ingga ket, yo Toshkentda qol. Toshkentda qolsang mehnat bozoriga, yana bir marta mehnat bozoriga tayyormisan? Shuni o'ylab qolib, keyin muvaffaqiyatga erisha olamanmi degan o'y fikrlar juda ko'p bo'lgan menda. Chunki yana bir marta aytaman, men ishga kirganimdan keyin ham bu savollar oldimga ko'ndalang tushgan. Ishdan ham ariza yozgan paytlarim bo'lgan. Chunki oylik juda kam. Yana bir marta orzu, havas, maqsad sari u oylik bilan qachon men yetishaman degan fikrlar o'rtaga tushgan. Yana bir marta aytaman, hammasiga sabrlilik, mehnat bilan o'sha eng katta nima ham shu bo'lgan. Mehnat, sabrlilik. Shuni orqasidan mana bu yerda ishladim. 2020-yilgacha 5 yil ishladim. Lekin shu oliy ta'lim muassasasidagi reformalar, o'zgarishlar, umuman oliy ta'limni rivojlantirish, tibbiyot ta'limini rivojlantirish, sohani kadrlarni oylik maoshlarini karralariga oshishi bu o'sha yerdagi kadrlarni nima deb bilim salohiyatini o'z ustida ishlashini yana ham oshirdi deb o'ylayman. Sababi karralariga oshib ketdi oylik maosh. Oddiy dars beradigan o'qituvchi ham bugungi kunda bemalol oylik maoshini qo'rqmasdan baralla ayta oladi. Bemalol oilasini tebratib, men o'zimdan qiyos oilamni bemalol tebratishimga bitta oila boshlig'i sifatida qo'shimcha daromad qilmasdan ham oilamizni tebratsak, bugungi kunda qora qozonimiz qaynab, jamg'arishga ham ba'zida pul olsak, qoldirsak bo'ladigan darajaga keldi. Siz aytmoqchisiz, qiyinchilikka yuzlangan vaqtda albatta orzu, maqsad, mehnat bilan o'tiladi. Agar qiyinchilikka uchrab bo'ldi men deb to'xtash juda katta xato. Agar siz o'shanda sabr bilan yengishimiz kerak. Sinov, balki bu sinov berilgandir sizga. Sizni taqdiringizda shu joyi bordir, yozilgandir, sinov berilgandir. Siz o'sha sinovdan o'ta olmayman bo'ldi men deb yoshlarimizga ko'p aytaman. Ko'p yoshlar keladi, ustoz menda bo'lmayapti. Men ustozlik darajasida emasman hali. Ustozlik darajasiga yetgan ko'p yoshlar keladi-da, balki murojaat nuqtai nazaridan, balki hurmat nuqtai nazaridan ustoz deb gapiradi. Ustoz bu buyuk daraja. Shuning uchun bularga bitta nasihat qilaman. Ozgina sabr qilgin. Ozgina sabr qilgin, hammaga birdaniga berilmaydi bu narsa. Ozgina sabr qilgin, mehnat qilgin. Mayli qo'shimcha ishlash uchun 2 soat kam uxlagin. Hozir 2 soat kam uxlasang, kelajagingda rohatini ko'rasan. Albatta rohatini. Chunki zamon rivojlanib ketyapti. Mehnat bozoriga kirib kelayotgan kadrlarimiz soni karralarga oshib ketyapti. Yoshlarimiz hammasi oliy ma'lumotli bo'ldi. Oliy ma'lumotli qo'lingda diploming bor degan, hammanga ish bor degan emas. Raqobat. Sen chet tilini bilgin, bor xorijiy oliy ta'lim muassasalarida. Xorijga borib ishlagin. Imkoniyat demoqchi.
Siz mehnat bozori haqida gap ochdingiz. Biz statistikalarni ko'rib chiqdik. Jahon statistikalari bo'yicha umumiy 2025-yil bo'yicha bitiruvchilarning 30%gina o'zini sohasi bo'yicha ish topib olishgan. Va o'zimizni universitet taqqosidan ham olsak, 10 yil oldingi universitet bilan hozirgida 2-3 barobar ko'p bitiruvchilar bitirishmoqda. Bunga qanchalik ayta olasiz? Bizda universitet talabalari qanchalik mehnat bozoriga tayyor? To'g'ri aytdingiz. Biz 5 yil oldin ham talabalarimiz soni juda kam. Samarqand davlat tibbiyot universitetida 5 yil oldin 6000 ta talaba o'qirdi. Hozir biz karralarga oshib ketdik. 16000 dan ortiq magistratura, ordinatura, klinik ordinatorlarimiz qo'shadigan bo'lsak, karralarga oshib ketdi. Bu degani mehnat bozoriga kirib kelayotgan mutaxassislar soni oshdi. Endi ta'lim olayotgan, mana hozir hali bitirmagan talabalarimizga bitta maslahat ko'rib turganlar bo'ladigan bo'lsa, agar bitta maslahat, faqat ilmlilargina qoladi. Ilmlilarni davri keladi. To'g'ri, shunaqa davrlar bo'lgan. Diplomi bo'lsa, xohlagancha ishlagan. O'sha shifoxonaga nima deydi, nafaqaga chiqib ham ishlagan, ishlab yurgan. Sababi mutaxassis yetishmagan joylarda. Chekka olis hududlarda haligacha bor. Ko'pchilik nima deydi? Men oliy ta'lim muassasasini bitirsam, markazda qolishni xohlaydi ko'pchilik. Olis hududga borgisi kelmaydi. Chunki 6 yil, 5 yil shu yerda yashadi, markazda ko'rdi, muvaffaqiyatlarni ko'rdi. Olis chekka hududga borib ishlash meniki emas deb o'ylaydi. Lekin u yerda ham kimdir ishlash kerak. Hozir shunaqa imkoniyatlar yaratildi. O'sha olis chekka hududga borib ishlagan yoshlarimizga ham qo'shimcha mablag', uy bilan ta'minlash masalalari dolzarblashdi. Siz aytdingiz, mehnat bozoriga juda ko'p mutaxassislar kirib keladi. Mutaxassislarni ham mutaxassisligi, bilimliligi, ilmliligina davr keladi. Siz ko'rasiz, hali shunaqa davr keladi. Bitta shifoxonada bitta masalan terapevtga 4 ta 5 talab nomzod bo'ladigan davrga kelyapmiz biz. Raqobat bardosh kadrlar endi tayyorlanadi. Bilimli, ilmli bo'lmasa mehnat bozoridan chiqib ketaveradi. Raqobatdan o'ta olganlargina shunday raqobat, hozir imkoniyat, hozir o'qish kerak. Mana universitetimizda yosh mutaxassislarimizga, magistrlarimizga, yosh ilmiy izlanuvchilarga juda katta imkoniyat yaratib berildi. Mana kun kecha ham biz universitetimizda yig'ilishlarimizda ko'p rektorimiz tomonidan juda ko'p aytiladi. 3 milliard universitetni byudjetdan tashqari mablag'lari ajratilyapti bitta narsaga. Talabani xorijda o'sha zamonaviy bilimlarni egallab qaytish uchun. Uzoq va qisqa muddat, asosan uzoq muddatli malaka oshirish kurslariga borish. Universitet mablag'lari hisobida. Buning uchun nima kerak? Buning uchun faqat o'zini mutaxassisligi bo'yicha bilim va qo'shimcha til bilishimiz kerak. Hamma imkoniyat bor. Universitetda til akademiyasini ochdik. Lekin borib ko'ring, til akademiyasiga bo'lgan talab, biz iltimos qilib yuramiz. Bor, to'garakka qatnash, boshqa qil deb talabalardan. Lekin u o'ylaydi, men diplom olsam zo'r mutaxassis bo'laman o'zim. Keyin mutaxassis bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Lekin hozir mana Samarqand tibbiyot universitetining professor o'qituvchilarining salohiyatini qarang. Bunaqa salohiyatli ustozlar hamma joyda ham yo'q. Mana shu ustozlar berayotgan bilimni hozir vaqtida, hozir qadriga yetsak, biz raqobat bardosh bo'la olamiz. Bo'lmasam katta mehnat bozoriga kirib keladi. Yana 5 yil, 10 yildan keyin bularning hajmi, soni yana ham oshadi. Keyin nima qilamiz? Uni o'ylashimiz kerak. Bu oddiy diplomimiz bilan oddiy umumiy amaliyot shifokori degan qo'limizdagi diplom bilan katta mehnat bozoriga kirib kelsak, bizga ish bormi o'zi? Ish bo'lgan taqdirda biz ishlab keta olamizmi? Biz o'zimiz sohamizda mutaxassisi bo'ldikmi 6 yil o'qib? Yo yurdikmi? Shu masalalar ham yoshlarimizni o'ylantirish kerak. Hozir o'ylantiradigan payt hozir. Aytishadi-ku, qarsak 2 qo'ldan chiqadi deydi. Masalan, faqat universitet va rahbariyat harakat qilgani bilan bilimli bo'lishiga talaban o'zi harakat qilmasa befoyda demoqsiz.
Shunday. Talabalarimiz o'zini ustida bugun ishlamasa, imkoniyat yaratish mumkin. Imkoniyatlar yaratiladi. Imkoniyat qo'shimcha nima deydi? Amaliyot o'tash uchun xususiy klinikalar bilan shartnomalar qilganmiz. Talabalarimiz hozir robototexnika bilan ishlaydigan klinikalar bilan o'sha hamkorlikda borib ko'zi bilan ko'ryapti. Universitetimizda katta simulятsion markaz ochildi. Bu arzon pullarga kelayotgan jihozlar emas bu. Talabalarimiz hozir qadriga yetib qattiq ushlab olish kerak-da. Shu bilim berayotgan ustozni qattiq ushlab olishimiz kerak. Mana shunaqa talabalarimiz bilaman, ham o'qiydi, ham universitetda bo'layotgan ommaviy, madaniy, sport tadbirlariga qatnashadi. Ham qo'shimcha repetitorga boradi, til o'rganadi. Shunaqa talabalarimiz bor. Lekin shunaqa talabalarimiz bor, darsga zo'rg'a keladi. Zo'rma-zo'rakidan keladi. Bir yilda shu ikkita sessiya deymiz. Ikkita sessiyadan ham yiqiladigan, kursdan kursga qoladigan talabalarimiz. 3 martalab qayta tiklaymiz. 4-marta qayta tiklaymiz. Kim bo'ladi bular? Bor shunaqa talabalarimiz. Bu narsa nimadan bo'lishi mumkin? Masalan, ko'pgina ba'zi talabalar bor, har xil tadbirlarga, shunaqa yig'ilishlarga chaqirilsa, buni majburiyatdek qabul qilishadi. Shunday. Masalan, bu narsa buni qanday ko'rasiz? Bu ularni dangasaligidanmi yoki masalan, talabalar orasida yuramiz ko'pincha, o'zimiz talabamiz. Masalan, bir xil talaba masalan amaliyot ham qilish kerak, bilim ham o'rganish kerak, til ham o'rganish kerak. Masalan, lekin ba'zi talabalar bu amaliyot qilyapman deydi, til o'rganishga vaqtim yo'q deydi. Til o'rganayotgan talaba amaliyot qilishga vaqtim yo'q deydi. Bu qanday, masalan, vaqtni to'g'ri taqsimlamaslikdanmi yoki maqsadni to'g'ri qo'ymaslikdanmi? Maqsadni to'g'ri qo'ygan odam vaqtni ham to'g'ri taqsimlaydi. Agar maqsad to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, men haqiqatdan kuchli mutaxassis bo'laman. O'zimning soham bo'yicha Samarqandda eng zo'ri bo'laman. Samarqand deb gapiraylik. Masalan, Samarqandda o'qiyapman. Samarqand shahirlik talaba bo'lsa, Samarqandda mendan zo'ri bo'lmaydi degan talabalarimiz bor. Men shunaqa talabalarni bilaman. Mana yaqinda rektorimiz bilan ular uchrashdi, startap loyihalar qilib kelgan talabalarimiz. Men ko'rib hayron qoldim. Ana o'sha talabalar ishoning bilim ham oladi. Vaqtida darsda har doim vaqtida qatnashadi. Qo'shimcha universitetga kelib boyagi o'zi startap loyiha yaratgan. Talabalarga qanaqa startap loyihalar tayyorlashni o'rgatyapti. Universitet unga mablag' berayotgan yo'q, o'zi qiziqib, o'zini ustida ishlab, bilimi ham zo'r. Qo'shimcha rektor stipendiyalarini oladi. Undan tashqari davlat stipendiyalariga ham harakat qilyapti. Lekin maqsadini to'g'ri qo'ymagan, vaqtini to'g'ri taqsimlamagan talabalarimiz baribir orqada. Siz aytdingiz, to'g'ri sport tadbir qilmoqchimiz. Biz fakultetlarga va yoshlar ittifoqi orqali, dekan o'rinbosarlari, tutorlarimiz orqali ommalashtiraylik sportni, sportga ko'proq jalb qilaylik talabalarni desa. Bir xil yuzli talabalarni ko'rasiz sportda ham. Hamma tadbirlarga bir ommaviy tadbir qilsangiz ham bir xil yuzlilar, boshqalari o'zini dangasalikdan deb bilaman. Shu maqsadni yo'qligidan deb bilaman. Talabalik oltin davr degan bir nima deydi? Naql nima bu tushuncha bo'lib qolganda, talabalik oltin davr. Haqiqatda oltin davr. O'zimiz ham talaba bo'lganimizga juda ko'p bo'lmadi. Bitirganimizga ham juda yillar bo'lib ketmadi. Haqiqatda oltin davrga aylantirish kerak talabalarga. Bir mavzudan chiqib bo'lsa ham aytaman. Talabamisiz, o'rtog'ingizga boring. O'rtog'ingiz oilasi bilan tanishing. O'rtog'ingiz Samarqand tibbiyot universitetining talabalari turli joylardan. Xorazmdan, Qoraqalpoqdan bor, to'g'rimi? Masalan, Buxorodan bor. Uyiga boring. Ularni urf-odatlarini ko'ring, madaniyatini o'rganishadi. Oilaviy yaqin bo'lsa, talabalik oltin davr deydi, shuni aytadi. Universitetimizda juda yaxshi bir loyiha amalga oshirilgan, ya'ni bitiruvchilarni assotsiatsiyasi tashkil qilingan. Bu tashkilotga a'zo, ya'ni universitetimizda 1930-yil ochilgan bo'lsa, 50 mingga yaqin bitiruvchisi hozirgacha chiqargan bo'lsa, 50 mingdan ortiq bitiruvchini
umuman yurtimizga, nafaqat yurtimizga, butun O'rta Osiyoga, jahonga yetkazgan universitet bo'ladigan bo'lsa, har yili universitetimiz bitirganiga 10 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi, 20 yil bo'ldi, 30 yil bo'ldi. Shu bitiruvchilarimiz universitetga tashrif buyuradi. Talabalik davrini eslaydi. Universitetimizda siz ko'rgansiz, ko'pchilik talabalarimiz ham xabardor, muzey tashkil qilingan. Muzeyga kiradida eslashadi. Xotiralarni eslashadi. O'sha paytdagi rektorlar, dars bergan o'qituvchilar suratlarini yo o'zlarini bir suratlarini ko'rib qolib, boshqacha hayajon, boshqacha bir nima deydi, emotsiyalar bilan eslashadi. Bu ham bo'lsa talabalik oltin davr. Eslashadi-da kulishadi. Kimdir kursdoshini yaxshi ko'rgan, kursdoshi lekin bunga turmushga chiqmagan, mana shunaqa qiziq holatlarni eslashib, bir-biri bilan uchrashadi. Mana har yili may oyida bo'ladi bu tadbirimiz ham. Men o'ylaymanki, yana bir marta aytaman, talabalik oltin davr. Shunisi bilan esda qoladi. Qo'lingizga bir 5 yil o'qiysiz, 6 yil o'qiysiz, qo'lingizga diplom beramiz. Lekin boyagi siz aytgandek, faqat bilim olish uchun, ilm olish uchun emas, bu yoqdagi ommaviy tadbirlarda ham qatnashib turing, sport tadbirlarida qatnashib turing, til o'rganing, rektor stipendiyasiga topshiring, boshqa davlat nomdor stipendiyalariga topshiring. Demoqchi bo'lganim, imkoniyat izlanishda. Izlansa, ilmni, bilimni vaqtida olsa, juda katta imkoniyat yaratilgan universitetimizda. Til bilganga alohida qo'shimcha mablag'. Til bilsangiz, magistraturaga kirish imkoniyatingiz oshadi. Til bilsangiz, xorijiy oliy ta'lim muassasalariga akademik mobillik doirasida yuboriladigan talabalar safiga kirishingiz mumkin. Til bilsangiz, o'zingiz ustingizda ishlaysiz, xorijiy tildagi eng so'nggi nashrdagi adabiyotdan, tibbiyot sohasiga oid adabiyotdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Til bilmasangiz, Google Translate ga kirasiz, vaqtingiz boshqa narsalarga sarf bo'lib ketadi. Masalan, tilni bilsangiz, o'zingiz o'qiysiz. Tilni bilmasangiz, qo'shimcha buni skaner qildingiz yo nusxa oldingizda, uni tarjimaga berdingiz. Bu tarjima sizni Google tarjima sizni qanchalik to'g'ri tarjima qilib berdi uni. Shu tomonlari ham bor. Yana bir marta aytibman, talabalarimizda imkoniyat ko'p. Bunaqa davr bo'lmagan hech qachon. Buni ochiq aytishimiz kerak. Talaba birinchi kursda to'lov shartnoma asosida o'qiyotgan bo'lsa, hozir uni imkoniyat yaratildi. Xohlasa grant asosida grantga o'tishi mumkin. Davlat byudjetiga o'tishi mumkin. Buning uchun ham faqat bilim emas, muhim emas. Bu yerda ko'rsatkichlari bor o'zini. Zakovat o'yinlariga qatnashing, kitobxonlik tanlovlarida qatnashing, sport tadbirlarida faolroq bo'ling, madaniy ma'rifiy tadbirlarda faol bo'lsa, boyagi volontyorlik tadbirlarida faol bo'lganlarga qo'shimcha ball berib, boyagi to'lov kontraktda o'qiydigan talabalarimiz byudjet, ya'ni davlat byudjetida o'qiydigan talabalar safiga o'tishi mumkin. Endi teskarisi ham bo'lishi mumkin. U byudjetga o'qiyotdi, lekin bilimi pastroq edi. Bilimi past bo'ldi, boyagi ommaviy tadbirlarda, sport tadbirlarida ishtirok umuman etmadi, u kontraktga tushishi mumkin. To'lov shartnoma asosida o'qishini davom ettirish mumkin. Mana bu ham bir oliy ta'limdagi juda katta o'zgarishlardan bittasi, yoshlarga qo'shimcha imkoniyat yaratdi. Siz aytmoqchizki, universitet talabalarga faqat bilim beradigan joy emaski, ularni nafaqat bilim, va shaxs qilib tarbiyalaydigan maskan demoqchisiz, shunday. Albatta, universitet talabalarga faqat bilim bermaydi. Talabalar masalan 5 yil oldin yaxshi bir oliy ta'lim muassasalarida tutorlik sinfi tashkil qilindi. Tutorlik lavozimlari tashkil qilindi. Tutorlik lavozimi ham aynan talabani ham bilim berishiga, ham uni kelajakda o'z o'rnini egallash uchun bir yo'naltiruvchi sifatida ko'rishimiz mumkin-da. Chunki talabalarni ota-onasidan uzoqda, to'g'ri. Talaba ota-onasini 3 oyda bir oldiga borishi mumkin yo o'sha ta'tillarda borishi mumkin. Uzoqda. Tutor ham otasi ham onasi. Ham yo'l ko'rsatuvchisi. Bilim bermay, tarbiya ham beradi. Kerak bo'lsa tarbiyani ham beramiz. Chunki ota-ona bilan biz hamjihatlikda baravar ishlamasak, bu natijaga erishish qiyin. Faqat tutorga, faqat
dekan o'rinbosariga yo faqat prorektorga bog'liq narsa emas. Agar hamma baravar faoliyat yuritadigan bo'lsa, talaba ham o'zi harakat qiladigan bo'lsa, o'shanda yutuqqa erishamiz. Bo'lmasam oddiy holat bo'lib qoladi. Bu harakatsizlik nolga teng. Shuning uchun hammamiz harakat qilishimiz kerak. Talaba yoshlarni tarbiyalashga ham, ularni yaxshi mutaxassis bo'lishga ham hammamiz nafaqat harakat qilamiz, biz javobgarmiz ular uchun. Bilamizki, universitetda talaba va rahbariyat o'rtasida albatta ishonch shakllantiriladi. Ular birinchi kursidan boshlab. Qachondir o'sha ishonch dars ketishi mumkinmi? Yo dars ketsa qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? Shu haqida gapirsangiz. Albatta ishonch bo'lishi kerak. Oliy ta'lim muassasasining rahbariyati va talabalar o'rtasida ishonch birinchi o'rinda. Chunki biz rahbarimiz, rektorimiz juda ko'p ta'kidlaydilar. Agar talaba bo'lmasa, professor o'qituvchi ham bo'lish kerak emas. Bo'lmaydi. Talaba bo'lmasa, kimga dars beramiz? Talabalar bo'lmasa, rektorga nima kerak bor? Prorektorga nima keragi bor? Talaba bo'lmasa, professor o'qituvchi nima kerak bor? Shuning uchun talabalarning fikrini o'rganib, ularga bir imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Birinchi imkoniyat yaratishimiz kerak, keyin talab qilishimiz kerak. Imkoniyat yaratmasdan kutubxonaga tasavvur qiling, kutubxonaga kitob bermasdan sen kitob o'qishing kerak, sen kitob o'qishing kerak, kitob o'qimasang bo'lmaydi deb gapiraversak, bu kitob yo'q-ku kutubxonada deb shartini qo'yish mumkinmi? Shunday imkoniyat yaratilgan bizning universitetimizda. Talabalarimiz juda yaxshi bilishadi. Kichkina bir holat bo'lsa ham, to'g'ridan to'g'ri, kichkina ham katta holatni farqi yo'q, to'g'ridan to'g'ri universitetning birinchi rahbariga murojaat qilish imkoniyati yaratilgan. Hech qanaqa to'siqlarsiz, hech qanaqa bir nima deydi, o'rtada bir vositachalarsiz to'g'ridan to'g'ri rektorimizni kanallariga yo rektorimizni shaxsiy ijtimoiy tarmoqlariga murojaat qiladi. Bu ham bo'lsa ochiqlik, hozirgi ochiqlik siyosati. Agar o'sha talaba, o'sha dardi bor, nima deydi, u balkim haqdir u talaba. To'g'rimi? Nimadir imkoniyat yaratish maqsadida rektorga murojaat qilgan. Rektorga g'oyasi bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bir xil talabalarimiz bor. Men talabalarimizga juda ko'p suhbat qilganimizda aytganman. Juda kichkina masalalar bo'yicha ham murojaat qilish noto'g'ri. Murojaat qilishni ham nima deydi, o'rni bor. Masalan, murojaat qiling tutoringizga. Tutoringiz hal qila olmasa, dekan bor, to'g'rimi? Prorektor bor. Ana keyin ular hal qila olmaydigan masalalarni katta kichikligiga ham bog'liqda. Balki bir xil masalalarni rektor ham hal qila olmaydi. Sababi oliy ta'lim muassasasini rektor hal qila olmaydigan masala bo'lishi mumkin. Uni oliy ta'lim vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligi yo vazirlar mahkamasida hal qiladigan masalalar bor. Bir xil talabalarimiz shunaqa taklif bilan keladi, kelishi mumkin. Bakalavrni bitirdi. Qaysidir chet elda mutaxassisligi bor. Magistraturada bir torroq mutaxassislik bor, lekin bizning universitetimizda o'sha mutaxassislik bo'lmasligi mumkin. Shu mutaxassislikda shunaqa murojaatlar bo'lgan. Men hayotiy aytib beryapman, rektor har safar yoshlar bilan uchrashganda murojaatlar bo'ladi. Biz hamma rahbariyat qatnashadi, dekanlarimiz qatnashadi, yozib olamiz. Shu murojaati bo'yicha o'rganadigan bo'lsak, muddat talab qiladigan murojaatlar bo'ladi. Muddat talab qilinmaydigan oddiy murojaatlar bo'lsa, joyida hal qilinadi. Lekin muddat talab qilinadigan boya aytayotgan universitet o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlar bor. Uni ham baholi qudrat yechishga harakat qilamiz. Siz tepada raqobat haqida gapirdingiz. Mehnat bozoriga qanchalik tayyor talabalar degan mavzularda gapirdingiz. Shu bo'yicha savolim borki, hozir bilamiz xususiy universitetlar ko'payib ketmoqda. Hozir qo'pol qilib aytganda, Afrikaning ikkinchi etajida ham universitet ochilyapti hozir. Xususiy universitetlar ochilyapti. Va bunga bilamiz o'rta, bilim darajasi o'rta va undan past bo'lgan talabalar kirishmoqda. Bu bilimni biznesga aylanishdan dalolatmi? O'ylantiradigan savol.
xususiy oliy ta'lim muassasalarini ham o'rni bor. Hmm. Xususiy oliy ta'lim muassasalarining oshishi jamiyatimizda raqobatni kuchaytiryapti. Raqobat bo'lgan joyda albatta o'sish bo'ladi. Siz aytyapsiz, balki xususiy oliy ta'lim muassasasida bilimsizlar o'qiyapti demoqchisiz. Uni ish faoliyati, shu mehnat bozoriga kirib kelish bilan o'lchashimiz mumkin. Ayniqsa bu tibbiyotda juda muhim. Tibbiyot oliy ta'lim muassasasini bitirib bir joyda mutaxassis bo'lib ishlamoqchimi? Baribir bilim darajasiga baholanadi. Xalqni o'zi baholaydi. Xalq baholaydi soha mutaxassislari. Sababi tibbiyotimiz raqamlashtirilyapti. Oldingida mana bu mutaxassis zo'r deb kimdandir eshitib o'sha mutaxassisga borsangiz, lekin KPI ko'rsatkichlari boyagi elektronlashtirilyapti. Hamma ko'rsatkichlar u yerda yozilyapti. Siz shifokorga borishdan oldin murojaat qilasiz. Uni ko'rasiz, qanaqaligini bilib, keyin murojaat qilasiz. Shunaqa davrga keldik. Endi siz aytyapsiz, bilimsiz xususiy oliy ta'lim muassasasining bilimsiz talabasi yo'q, o'rin bo'lmaydi. Unga mehnat bozorida o'zini o'rnini topishga qiyin bo'ladi. Agar u xususiymi, davlat oliy ta'lim muassasasimi, baribir bilimli, ilmli, o'z mutaxassisligi amaliyotlarida vaqtida qatnashgan, zamonaviy fikrlaydigan mutaxassislar kirib keladi. Ya'ni zamonaviy mutaxassislar degani nima degani? Hozir robototexnika rivojlanib ketdi. IT qanaqa rivojlanib ketdi? Hamma joyimiz raqamlashtirilyapti. Oddiy bitta knopka bilan ko'p narsa hal bo'ladi. Telefoningizdan turib, oldin bo'lgan shunaqa, biz talaba bo'lganmiz. Talabalar turar joyiga, kechirasiz, talabalar turar joyiga kelib, ariza topshirib, hujjatlar to'plab berganmiz. Hozir bunaqa o'tib ketdi davrlar. Qog'oz degan narsani unutyapmiz. Oddiy qo'lidagi telefoni bilan uyda o'tirib hujjat topshiryapti. Kontrakt to'layapti. Kontrakt to'layapti. Shunaqa davrga keldik. Shuning uchun zamonaviy fikrlaydigan IT hamma sohani egasi raqobatbardosh kadr bo'ladi. Bo'lmasam sinib ketadi. Zamon bilan nafas. Zamon bilan hamnafas, zamonaviy fikrlaydigan va xorij tajribasini ham o'rgangan mutaxassislargina qoladi. Talabalar orasidagi muammolar haqida gapirdingiz va ijtimoiy tarmoq haqida gapirdingiz, masalan, kutubxona haqida gapirdingiz. Ijtimoiy tarmoqlar hozir qanchalik foydali yoki zarar yetkazmoqda talabalar ongiga? Yoki ularni qanday foydalanishida muammolar bormi? Ijtimoiy tarmoqlar ham to'g'ri foydalansak juda yaxshi narsa. Agar bundan noto'g'ri foydalansak, faqat vaqt o'tkazishga foydalanadigan bo'lsak, bu zararga ishlaydi. Shunaqa talabalarni ko'rganman-da. Oilasida yetishmovchilik bor. Yo bir shunaqa holatlar bor-da. Yo otasi yo onasidan ajragan talabalarimiz bor, lekin o'shanaqa talabalarimiz orasida men juda ko'pini bilaman. Gaplashganman, dildan suhbat qilganmiz. Hatto kontrakt, o'sha to'lov shartnomasini ham o'zi to'laydi. Tasavvur qilyapsizmi? Uyiga yordamchi bo'lyapti. Qanaqa qilyapsan? Bu telefonda ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanib til o'rgangan. Ijtimoiy tarmoqda o'rgangan tilda ham arzon, o'sha nimasini sotib olib foydalangan. Repetitorga borishga puli yo'q, lekin ijtimoiy tarmoqdan o'rganib, til o'rganib, yo boyagi hozir endi juda rivojlandi. Nimalarga qo'shilib, nima deydi? Yetkazib berish, kuryerlik xizmatlariga qo'shilib, ijtimoiy tarmoq orqali qo'shilib, yo o'sha ijtimoiy tarmoq orqali bozorlar savdo sotiq ham rivojlanib ketdi ijtimoiy tarmoqlar orqali. Shular bilan ishlab, oilasiga ham, o'ziga ham o'sha to'lov shartnomalarini ham o'zi to'laydigan talabalarimiz. Yana bir marta to'g'ri foydalansak, bu foydali. Agar bundan vaqt o'tkazishga, boyaga kirib olib relis ko'rishga hozir ko'payib ketdi. Darsga kirsangiz ham, men ko'p talabalar bilan shu gaplashganimda odamni bir nima deydi, g'ashiga tegadigan,
odamni bir kayfiyatiga ta'sir qiladigan juda zo'r suhbat qilyapsiz. Talabalar qizg'in qatnashib, savol berib qilyapti. 4 ta talaba orqada telefon o'ynab o'tirsa, bu nima deydi, o'sha noto'g'ri foydalanishdan deydi. Hozirda bilamiz, ko'pchilik shifokorlar ham aytsak, boshqa soha egalari ham masalan Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlari mavjud. Shu orqali o'zining shaxsiy brendlarini shakllantirishmoqda. Bu ya'ni ko'pchilik ko'radi ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali va muvaffaqiyatli inson shaxsiy brend orqalimi degan savolga qanday qaraysiz? Brend ham kerakdir. Lekin bilim bilan erishilmagan muvaffaqiyat baribir 1000 brend qilsin, juda zo'r kontentlar olib qo'ysin, muvaffaqiyatli chiqmaydi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, brend bilimsizlik orqasidan emas. Siz bilimli bo'ling, zo'r mutaxassis bo'ling, keyin brendingizni yarating. Birinchi brend yaratib, keyin vaqti kelsa o'zim o'qib olaman, brendim zo'rmani. Xo'p, yaxshi shifokorsiz. Sizga brend qilishga ham vaqt bo'lmaydi. O'zingiz brendingiz qanday yaratilganini o'zingiz bilmay qolasiz. Lekin siz bilimingiz yo'q, ilmingiz yo'q. Diplomda oldingiz, amallab o'qidingiz, yiqildingiz, diplomda oldingiz, lekin brend yarataman deb brend ham yaratdingiz. O'zingizni o'zi sharmanda qilasiz. Baribir yana bir marta jamiyat, xalq baho beradi sizga. Siz zo'r, yana bir marta ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydingiz, men brendim, men bunaqa brend yaratganman, shu sohani mutaxassisiman deb ko'rsatdingiz ham ijtimoiy tarmoqlarda, lekin uchta nima deydi? Bordi siz oldingizga, bemor bordi, siz davol olmadingiz. Ijtimoiy tarmoq rivojlangan. Men bu brend ostida mana shu brendini yaratgan, mana bu mutaxassisga bordim, men davol olmadim. Hatto tashxis qo'ya olmadi desa, bundan sharmandalik holat bo'lmaydi. Shuning uchun baribir muvaffaqiyatga erishish uchun, brendini yaratish uchun bilim kerak. Keyin siz navbatdagi savolimiz, ko'pincha kuzatamiz, universitetda kutubxonalar tashkil qilingan. Kutubxonalarga ko'pincha boramiz. Masalan, o'zimiz universitetda 13 mingga yaqin talaba o'qisa, shundan 70-80% o'zimizning o'zbek talabalari tashkil qiladi. Qolgan 20-30% chet ellik talabalar. Lekin kutubxonaga borsak, shuni teskarisini ko'ramiz. 80-70% chet ellik talabalar. Bu bizning talabalarimizning o'ta aqlliligidanmi yoki dangasaligidanmi? Endi xorijlik talabalarimiz soni bayatdingiz, keskin oshib ketdi universitetimizga. Bu ham xalqaro bir ishonch. Universitetimiz bu yil xalqaro reytingda, top 1000talikka kiradigan xalqaro reytingda O'zbekistondagi tibbiyot oliy ta'lim muassasalari ichida birinchilardan bo'lib, kuchli 1000talikka kirgan universitetimiz. Bu xalqaro tan olingan maqom, daraja bu. Biz kuchli 1000talikka kiradigan universitetlarga malaka oshirishga, uzoq va qisqa muddatli stajirovkalarga professor o'qituvchilarimiz boradigan bo'lsa, endi bizaga xuddi shunaqa mana qo'shni davlatlarda akademik mobillik doirasida konferensiyalarimizga talabalar, nafaqat talabalar, professor o'qituvchilar kelib bizning talabalarimizga dars o'tib ketyapti. Bu ham bo'lsa, o'sha xalqaro darajaga yetishimizda, xalqaro o'sha kuchli 1000talikka kirishimizda, xalqaro hamkorlarimizning soni oshishidan dalolat. Bu savolingizga keladigan bo'lsak, raqobat juda kuchli xorijda. Xorijlik talabalarimizda tinimsiz o'qishi, izlanishi bu ularning davlatidagi raqobat kuchliligidan. Biz suhbat qilganmiz. Ular bilim darajasidan ham haqiqatda mana ko'ramiz. Davlat mana yakuniy nazorat ishlarida ham, tez jarayonlarda ham juda yuqori ball olib chiqishadi. Bizning talabalarga qaraganda yuqori ballni xorijlik talabalar. Keyin biz baribir universitet rahbariyati, universitet rektori tahlil qilinglar buni. Balki savollarda inglizcha savollar balki osonroqdir deb tahlil qilgan, yo'q, bir xil. Savollar bir xil, lekin natija ko'rsatishda xorijlik talabalarimiz
yuqori ball olishyapti. Siz aytyapsiz, mana juda ko'p kuzatganman, ko'rganman. Xorijlik talabalarimiz shu hatto zinalarga o'tirib, qo'lida kitob nimadir o'qiyotganini ko'rganmiz. Bizni talabalarimiz ham bilish kerak. Hozir bo'lmasa 3 yildan keyin, hozir bo'lmasa 5 yildan keyin raqobat juda ham keskin oshib ketadi. Raqobat his qila olish kerak. Raqobatni his qilgan talaba bugun kutubxonada, bugun ijtimoiy tarmoqda tibbiyotda bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'lyapti. Shu o'rinda bitta gap nimaga keldi? O'tkir Hoshimni daftar hoshiyasidagi bitiklar degan qisqa bir nimalari bor. Shunda biz ibtidoiy jamoat davriga qaytayotgandaymiz. Sababli yoshlarimiz kitob o'qimay qo'ydi. Bu oddiy gap emas. Bu nafaqat bu nima deydi? Odamni o'ylantiradigan. Yoshlarni o'ylantirish kerak. Kitob o'qimasa bilim yo'q, ilm yo'q. Bilim, ilm bo'lmagandan keyin hech qachon raqobatbardosh kadr bo'lib yetishmaydi. Shuning uchun har yili kutubxonamizga xorijiy adabiyotlar ham, O'zbekistondagi tibbiyot sohasining eng zo'r mutaxassislari tomonidan yozilgan darsliklar, adabiyotlar xarid qilinadi. Elektron tarzda kutubxonamizda joylashtirilgan, lekin ming afsus bo'lsinki, boya siz aytdingiz, xorijlik talabalarga nisbatan bizning talabalarimizni kutubxonaga tashriflari bir muncha kam. Bu ham o'ylantirishimiz kerak. O'ylantiradigan bir yo'nalishlarimizdan bittasi. Yurtimizda kitob o'qishga, kitob nafaqat soha kitoblar, badiiy kitobga bo'lgan talab ham majburlikkacha olib kelyapmiz. Sababi nima? Chunki o'qimay qo'ydi talabalarimiz. Yoshlar o'qimay qo'ydi. Faqat talabalar emas, umuman yoshlar o'qimay qo'ydi. Shuning uchun buni prezidentimiz bir necha qarorlari bor. Eng yaxshi kitobxon tanlovini o'tkazish, eng yosh oila kitobxon, hatto shunaqa yoshlarimiz bor. Ota-onasiga bugun kitob o'qib mashina sovg'a qilayotgan yoshlarimiz bor. Bunaqa imkoniyat demoqchi bo'lganim, bu ham bir motivatsiyadir. Kitob o'qishga bo'lgan motivatsiyadir, lekin o'qimayotgani bari o'qimayapti. Kitob haqida gapirdingiz, O'tkir Hoshimov haqida. Shu yoshlarga hayotini o'zgartiradigan darajadami yoki shu o'zingiz tavsiya qiladigan kitoblaringiz bormi? Kitoblar, men o'zim to'g'risini aytsam, juda ko'p kitob o'qiyman. Badiiy adabiyot, men o'zimda, yonimdagilar, birga ishlaydiganlarim, men oldimga ko'p keladigan talabalar juda yaxshi biladi, ularga beraman, qo'limdan kelgancha kitob beraman. Kitobni yaxshi yomoni bo'lmaydi agar siz uni tushunib o'qisangiz. Badiiy adabiyot insonni qaysidir ma'noda tarbiyalaydi. Qilgan xatolaringiz, o'sha asar qahramoniga o'zingizni baribir kitob o'qidingizmi, o'sha badiiy o'sha asardagi qahramonga o'zingiz o'rningizni qo'yib ko'rasiz-da. Men bo'lsam nima bo'lardi degan hayotda o'zini o'rnini egallash uchun ham kitoblar bor. Bu motivatsion kitoblar bor. Psixologik ta'sir qiladigan kitoblar bor. Yo'nalishi ko'p kitoblar. Agar mana ijtimoiy tarmoqlar orqali bizani kuzatayotgan yoshlarimiz, talabalarimiz bo'lsa, men doim tayyorman. Xonamda ham kichkina bir kutubxona qilib qo'yganman. Lekin bitta narsa qilganman. Har bitta kitobga belgi qo'yganman. Chunki kitob o'g'irlash nima deydi? Kitob o'g'irlash ayb emas degan bir nima ham bor, lekin shunaqa kitoblar bor. Agar siz men juda ko'p kitob o'qiganimda bitta ma'nosi nimasi? Kitobni boshlanishidan 20 bet o'qidingiz, lekin siz tushunib yetmayapsiz. Tashlab qo'yish kerak emas ekan. Men shunaqa holatlar bo'ldi. Bitta kitobni 3 martalab o'qib chiqdim. Masalan, yoshlarga aytadigan gapim, kitob, badiiy kitob baribir o'qish kerak. Agar siz badiiy adabiyotga mehr qo'ysangiz, ishoning, usiz tura olmaydigan bo'lib qolasiz. Usiz badiiy adabiyot o'qimasdan tura olmaydigan bo'lib qolasiz. Har kuni yana bir aytayman, har kuni kamida 30-40 bet badiiy adabiyot o'qiyman. Agar shunaqa holatlar bo'lgan, uyga boraman, ishxonadagi kitobni uyga olib ketaman.
o'sha kitob tugamaguncha soat 3-4 bo'lib ketgan ba'zida. Keyin nima bo'ldi? Qiziqib ichiga kirib o'qigan paytlar. Shuning uchun yo'nalishlar ko'p. Motivatsion yo'nalishlar bor, kitoblar bor. Psixologik odamga ta'sir qiladigan, rahbar bo'lib shakllanishdagi bir yo'nalish beradigan kitoblar bor. Baribir badiiy adabiyotga oshno bo'lsa yoshlarimiz kelajakda bilim darajasini qo'shimcha yana oshirishda foydadan xoli bo'lmaydi. Keyin bilamiz, ko'pchilik xorijiy universitetlarda, rivojlangan davlatlardagi universitetlar, masalan, Oxford, Cambridge kabi mashhur universitetlar mavjud. Ularda faqat bilimdan tashqari odamlar bilan kommunikatsiya va tanqidiy fikrlash ham o'rgatiladi. Bu narsalar bizni ham universitetda qilinyaptimi, tashkillashtiryaptimi? Shu juda to'g'ri gap. Agar boyaga rivojlanishimiz uchun raqobat bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi dedi. Tanqid ham xuddi shunday. Yozuvchilikda ko'p aytadi, tanqid kelajak mevasi deydi. Agar talaba talab qilmasa, o'zi talaba so'zi ham shu talabdan kelib chiqqanda, talab qilib olish kerak. Talaba talab qilmasa, o'sha ustoz berayotgan bilim unga, balki ustozdan shunaqa talabalar bor, balki ustozdan ko'proq bilim darajasi bordir. Ustoz berayotgan bilimdan qoniqmayotgandir. Bizda har safar talabalarimiz bilan ko'rib turgan bo'lsa, qatnashishlarini iltimos qilamiz. Anonimni so'rovnoma o'tkazamiz. Mana hozir sessiyalarimiz yakun bo'ldi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarga qo'yamiz. Har yili Yoshlar ittifoqi yoshlarimiz tomonidan biz o'zimiz savollarni ko'rib beramiz. Hatto o'sha yerda qaysi o'qituvchi qanaqa dars o'tish darajasini ham ko'rsatib berish kerak. Talabalarimiz ko'rsatib beradi. O'shanga qarab biz ishimizni rejalashtiramiz. Shunaqa kafedralar bor. Talabalarimiz darsiga kech qolib borishga qo'rqadi. Buni ham tan olishimiz kerak. Ayrim kafedralarga talabalarimiz bemalol boradi. Buni ikki xil talqini bor-da. Talabalarimiz bilim juda yaxshi berilayotgani, sal qattiqqo'llik bilan berilayotgani, ikkinchi holatda u menga kerak emas bu fan. Kechikib keladigan kafedralar. Bu fan menga kerak emas. Men doktor bo'lsam, masalan, tarix menga nima uchun kerak degan fikrlar ham bor talabalarimiz orasida. Lekin bu noto'g'ri fikr. Bu noto'g'ri fikr. Agar mukammal o'zining sohasini mutaxassis bo'lish uchun tarixdan bilishimiz kerak. Tibbiyot tarixini bilishimiz kerak. Universitetda kim o'qib chiqqan, umuman tibbiyot bo'lishiga, umuman O'zbekiston tibbiyotining rivojiga eng katta hissa qo'shganlarning tarixini bilmasak, bu ham xato. Keyin tepada kuchli mingtalikka kirgani haqida gapirdingiz. Bunga ham salkam 1 yil bo'lyapti, adashmasam. Hozirgi o'rnimiz shu kuchli mingtalikka mosmi yoki uni yanada teparoqda yoki pastroqda bo'lishi mumkinmi hozir? To'g'ri. Kuchli mingtalikka kirdik degani, bo'ldi biz kuchli mingtalikdamiz degan xom xayol u. Kuchli mingtalikka kirdik deganimiz bu o'rinni saqlab qola bilishlik birinchi o'rinda turadi. Kuchli mingtalik degani biz hozir 601-800 o'rinlarda turadigan bo'lsak, biz harakat qilishimiz kerak yuqoriroqqa. Albatta yuqoriroqqa harakat qilishimiz kerak. Sababi qolgan oliy ta'lim muassasalari ham bunga harakat qilyapti. Yana bir marta bu yerda juda katta raqobat. Agar biz bo'ldi kuchli mingtalikdamiz-ku biz deb ishlarimizni orqaga tashlab, shu kuchli mingtaligimiz bizni 4 yil 5 yilga yetadi deb juda katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Biz bu yil masalan ilmiy ishlarimizni sonini kuchli mingtalikka kirganimizda bu o'sha sonni ushlab turadigan bo'lsak, biz xatoga yo'l qo'yamiz. Masalan, chiqarilayotgan jurnallarimiz, ilmiy maqolalarimiz sonini yo xalqaro reytingdagi o'rinlarimizni, xalqaro talabalarimizni soni, qo'shma ta'lim dasturlaridagi qo'shma loyihalarimizni biz shunchalik o'z holiga tashlab qo'yadigan bo'lsak, yana bir marta aytaman, kuchli mingtalikdan o'rin olmasligimiz ham mumkin. Buni
harakat bilan yana izlanish, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, hamma o'ziga yuklatilgan vazifani vaqtida agar qiladigan bo'lsa, men o'ylashim mumkin. Agar shu kuchli mingtalikdan ham yana ham yuqoriroq darajaga ko'tarilishimiz mumkin. Ya'ni kuchli mingtalikka kirdik deb komfort zonaga kirib qolish kerak emas. Shunday. Keyin hozir bilamiz sun'iy intellekt rivojlanib kelmoqda. Bu albatta raqobatni yanada kuchaytiradi va savolim shundan iboratki, universitet zamon bilan hamnafas bo'lishi kerakmi yoki talabami? Universitet ham zamon bilan hamnafas bo'lishi kerak. Zamonaviy yana bir nima deyapman, xorij tajribasidan olib, xorijlik bugungi kunda 180 dan ortiq xorijiy oliy ta'lim muassasalari, tibbiyot tashkilotlari bilan universitetda xalqaro kelishuvlar, memorandumlar imzolangan bo'lsa, nima uchun imzolanadi? Ana o'sha xorij tajribasidan universitetga nimadir yangilik olib kelish, o'sha zamonaviylikni targ'ib qilish, zamonaviy fikrlaydigan yoshlarni xorijda o'qitib kelib, bu yerdagi yoshlarimizga ta'lim berish nuqtai nazaridan ishlar qilinmoqda. Lekin siz aytyapsiz, universitet zamonaviy bo'lsa, lekin universitetga tashrif buyurgan talabalar zamon bilan fikrlamaydigan bo'lsa, zamon bilan hamnafas yashamaydigan bo'lsa, bu ham aks ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun talabalarimiz ham o'sha zamonaviy fikrlaydigan degani nima degani bugun? Zamonaviy fikrlaydigan degani bu tilni bilish degani. Birinchi o'rinda til bilish degani. Eng zo'r adabiyotlarimiz ham hozir xorijiy tillarda chop etilayotgan adabiyotlarimiz juda ham ko'p. Ikkinchisi IT sohasi, IT texnologiyalar. O'zingiz aytasiz, sun'iy intellekt, hammasi ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq, hammasi qo'limizdagi gadjetlar bilan bog'liq. Sun'iy intellektga berilgan savolni o'qituvchi noto'g'ri javob berib tursa, yo o'qituvchidan sun'iy intellekt oshib tursa, hozir bu ham bir o'ylantiradigan. Bu ham bir biz professor o'qituvchilarni, biz ustozlarni ham, ustozlarimizni ham, barcha ta'lim berayotgan ustozlarni ham o'ylanishga, o'ylantirishga majbur qiladigan soha sun'iy intellektni jadallik bilan kirib kelish. Tasavvur qiling, bugun talaba o'qituvchiga savol bermayapti, ChatGPTga savol beryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Bu nima deydi? O'qituvchini ham zamonaviy fikrlaydigan vaqt kelganini dalolat beryapti. Vaqti keldi, zamonaviy fikrlamasa, aytibman, o'qituvchi ham o'zini ustida ishlamasa, o'qituvchi ham zamonaviy fikrlamasa, universitet ham harakat qilmasa, zamon bilan hamnafas bo'lishga, xorijiy tajribani o'rganmasdan ishlaydigan bo'lsa, bu ham natija bermaydi. Ya'ni universitet ham, professor o'qituvchilarimiz ham, talabalarimiz ham hammasi zamonaviy fikrlaydigan darajaga kelishimiz kerak. Xorij tajribasini o'rganishimiz kerak. Ustozlar berayotgan bilimni bugun olishimiz kerak, erta kech bo'lmay. Xorijiy tilni ham bugun o'rganishimiz kerak. Talabalarni sun'iy intellektdan foydalanishni aytdi, ChatGPTga yozib. Hozir bir xil bemorlar bor ekan. Vrachga bormasdan turib, o'zini tashxislarini ChatGPTga yozib ham o'zini o'zi davolayotgan bemorlar chiqyapti ekan. Bu ham raqobat. To'g'ri. Men o'zimni tanishlarim xuddi shunaqa. ChatGPTdan boshim og'riyapti, nima qilay? Desa, u ChatGPT bir qancha tavsiyalar berib tashlayapti. Bu ham yana bir marta aytibman, agar biz sun'iy intellektdan biz kuchli bo'lmasak, biz yutqizamiz. Sun'iy intellekt yutib ketadi. Agar yana bir marta aytibman, agar bilim darajamizni doimiy ravishda boyitib borsak, sun'iy intellekt bilan baravar ketishimiz mumkin. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, sun'iy intellekt baribir tarozini bosib ketishi mumkin. Bilim darajasi, bu professor o'qituvchining bilim darajasini ham bosib ketishi mumkin sun'iy intellekt. Agar u professor o'qituvchi zamon bilan hamnafas bo'lib, zamonaviy fikrlaydigan bo'lmasa. Oddiy misol aytaman. Oddiy kichik jarrohlik amaliyoti. Bugun xorijda robototexnika, robotlar bajaryapti. Bizda
masalan zamonaviy fikrlamaydigan shifokorlarimiz bo'lsa, yo'q buni haliyam o'sha kesib va boshqa qilib kam jarrohlik amaliyoti tig' kam ishlatib shunaqa amaliyotlar bajarilyapti xorijda. O'zbekistonda ham nafaqat O'zbekistonda, oddiy Samarqandda ham bugun murakkab jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilyapti. Bunda ham universitetimizda ko'rsangiz yosh professor o'qituvchilarimiz xorijda tajriba oshirib kelib o'zimizda ishlayapti. Oddiy mana nevrologiya, neyroxirurgiya sohasi qancha rivojlanib ketdi. Neyroxirurgiyada biz qo'rqmay aytishimiz mumkin. Bugun uncha oliy ta'lim olsa, uncha klinikalarda bajarilmayotgan jarrohlik amaliyotlari Samarqandda o'zimizni mutaxassislarimiz tomonidan amalga oshirilyapti. Bu ham bo'lsa, boya aytganingizdek, sun'iy intellektdan ham kuchli mutaxassislarimiz bo'lish kerak. Bo'lgani uchun ham xuddi shunaqa amaliyotlar amalga oshirilyapti. Yana bir marta aytishim kerak, sun'iy intellekt baribir buni yo'q qilib bo'lmaydi endi. Shunaqa rivojlanish kuchayadi, ijtimoiy tarmoqlarga bo'lgan talab oshadi, pasaymaydi. Lekin baribir bitta narsani bilishimiz kerak, baribir bilim yutib chiqadi. Ilm yutib chiqadi. Ilmlilik yutib chiqadi. Boya siz Garvardda aytdingiz, Oksfordda aytdingiz. Kirish osonmi universitetga? Yo'q, hech qachon oson bo'lmagan. Garvard qilgan ham, Oksford qilgan ham talabalari ularni bitiruvchilarni o'rni, bilim salohiyati bo'lgani uchun o'sha ishlab turgan o'rni bilan Garvardga baho beriladi. Baribir shu davrga keladi. So'z Medcast loyihamizni so'nggi oxirlashyapti va so'ngida biz talabalarga, nafaqat biz talabalar, ishchilar, shifokorlar bor, oddiy xalq bor, hamma uchun bir tavsiyangiz bo'lsa, eshitsak. Rahmat. Bu loyihani hammaga manfaatli bo'lsin deb qolamiz. Avvalo yana bir marta shu Medcast loyihasini boshlabsizlar. Medcast loyihasi orqali yoshlarda, umuman xalqimizda qaysidir ma'noda bir fikrni o'zgartirishga, ustida ishlashni yana ham oshirishga bir xizmat qilsa, biz xursand bo'lamiz. Yana bir marta men hali o'zimni yuqorida ham aytdim, juda bir yuqori darajaga erishdim. Men shu eng yuqori darajamman, nuqtam deb aytmayman. Yana bir marta aytaman. Ustozlik ham hali ustoz darajasiga yetganim yo'q. O'zimni fikrim bu. Lekin yoshlarga tavsiyam, hozirgi yaratilayotgan imkoniyatdan hozir foydalaning. Bilimni hozir oling. Xorijiy tilni hozir o'rganing. Qachon talaba yoshlar bilan qachon gaplashgan bo'lsam, faqat bitta fikrda aytaman. Kelajak bilimliniki, kelajak ilmliniki. Ilm o'rganmasa, kitob o'qimasa, oxiri voy. Universitetimiz rektori Jasur Janjrizayev ham rahbar, ham ustozim. Juda ko'p nima deydi, ulardan o'rganadigan juda ko'p qirralaridan ulardan o'rganganmiz. Juda ko'p nima deydi, insonni eshita biladi. Insonni eshita bilish degani bu insonni dardi bor, to'g'rimi? Nimadir bir masala bilan kirdi, yechimini qiynayotgan masala bilan kirdi. Ularni yechishga yordam bergan, har doim qo'llab-quvvatlaydigan faqat talaba yoshlardi. Professor o'qituvchilarni ham, har qanday lavozimdagi xodimlarini qo'llab-quvvatlab, nima deydi, sharoit yaratib beradigan rahbarimiz bor. Bu ham bo'lsa, o'sha jamoani jips ishlashida bir nima deydi, jips ishlamagan jamoada natija kutish qiyin. Nima uchun kuchli mingtalikka faqat prorektor yo faqat professor o'qituvchilar olib kirmaydi-ku. Bitta rahbarga bog'liq emas bu. Hamma baravar, hamma o'zini ishini vaqtida bajarib, vaqtida olib kelgani uchun kuchli mingtalikka bugun kirdik. Shunaqa yutuqlarga biz erishyapmiz. Universitetimiz jamoaviylik nuqtai nazaridan biz shu natijalarga erishdik. Agar bitta odamni fikri, bitta odamni harakati bilan hech qachon bu natijaga erishmaymiz. Shuning uchun ishlayotgan jamoamdan, ishlayotgan bir kollektivimizdan ham, jamoamizdan ham ko'p narsani o'rganganmiz. Men ularga ham, barcha ustozlarimizga bugun
ijtimoiy tarmoq orqali kuzatayotgan yoshlarimizga ham minnatdorchilik bildiraman. Samarqand men uchun bir ikkinchi tarbiya maktabi bo'ldi deb o'ylayman. E'tibor uchun rahmat. Avvalambor sizga rahmat. Shu bizning loyihamizga yo'q demay tashrif buyurganingiz uchun va qachondir yana shu loyihamizda sizni ko'ramiz deb umid qilamiz. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. To'g'risi aytsam, kameralar qarab turadi, baribir odamda hayajon, ko'p fikrlar, har xil fikrlar kelishi mumkin. Xayolimga kelgan fikr kamera yuzingga qaragandan keyin ko'p narsa baribir hayajon bosar ekan.